Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli angluvchi do'stlar. Tövəndə dehqonlarda bo'ldig'ini Muhammad Ali Amin ustoz qalamga olgan yangi tafsirdan o'zindilarning davomi. Nasr surasining tafsiri. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah'ның yardımı ve fethi kelib, kişilerning Allah'ның diniga top-top bo'lib kirganligini ko'rganingda, Rabbingga hamd sano bilan tasbih etgan va uningdan mag'firat tilagin. Shubhisizki Allah tövbini bakmi qabul qilguchidir. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Sürünün umumi mazmuni. Bu sura haq va batil orasidagi bu kurashda haqning hamon g'alaba qilib bosh ko'taradiganligini, ishning beshida kuzatib kimning g'alaba qildiganligini saqlab turganlarning oxirida top-top bo'lib diniga kirdiganligini, bu buyuk ne'matga qarata hamd sano o'qish bilan birga tasbih aytib, xatoliklarga istig'for aytib, tavba qilish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Sura shundaqla yordam va g'albini Allohdan kutish, nihoyatda haqning g'alaba qildiganligiga shaksiz ishonish aqidasini ta'kidlasa, qalbni Allohdan boshqa har turli vosita va sabablarga bog'lanib qolish kishilardan qutuldirdi. Bu kurash jarayonida kishilarning bir taraf bo'lib olib, tashlab qo'yishidan kelib chiqqan tashvish, bo'shib qolish qatorliq salbiy bo'yintiroqlardan ajratdi. Sura yana g'albadan keyin g'oliblarda paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan man qildimga o'xshash kibrlik, baxir qilish qatorliq turli vasvasalarni yo'qotib, g'alaba va nusratning Allohga oid ekanligini, buning Alloh tarafidan berilgan ne'mat bo'lib, hamd sano bilan tasbih etish kerakligini ta'kidlaydi. Uningdan boshqa kurash jarayonidagi bo'shanliq, sal qarash, aziyatlarga sabr qilolmay vaysash va g'albadan keyingi mastxushlikning natijasida masalani shaxsiylashtirib intiqom oladigan, boshqalarga tajovuz qiladigan, maqsadga yetish uchun noto'g'ri vosita qo'llanishda yuz bergan xatoliklar uchun Allohga tavba qilib istig'for etishga buyurdi. Xulosa shuki, mufassirlarning o'xshamagan fikrlariga ko'ra, bu sura Makka fathidan ilgari tushgan yoki keyin tushgan bo'lsin, Payg'ambar alayhissalom va mu'minlarga Makkaning fathidan berilgan xush bishorat yoki aslatma bo'lsin, yer yuzidagi haq va botil o'ttirsidagi qiyomatga qadar davomlashadigan kurashning mohiyatini va inson vazifasining xarakterini bizga bayon qilib beradi. Allohning yordami bilan haqiqatning g'alaba qilishi muqarrar bo'lib, bu jarayonda inson o'ziga berilgan fursatni chin tutib, hayot vazifasini joyida ado qilganda istig'for etib, tavba qilish sharafiga noil bo'la oladi. Oyat tahlili. İza jaa kelganida, bu bir xush bishoratdir, umid chiriqidir, qutulish nuridir, keskin haqiqatdir, botil va haqiqat o'ttirsidagi kurashning oldin belgilangan oxirgi natijasidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan nusrat va zafar va'dasidir.
Ammo bu va'daning sharti bor albatta. In tansurulloha yansurkum. Sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Nasrullohi val fath. Ba'zida jangda g'alaba qilib, fatih bo'lmasligi mumkin. Nusrat, fatih bu ikki kalima birlashganda jang qilmayli erishgan g'alaba va keyingi muqimlikning davomlashishini ko'rsatadi. Bu Allohdan kelgan yordamning dushman urush qilmayli taslim bo'lg'idek. Kuzatib fursat kutayotganlarning to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirgudek darajada kuchli va katta ekanligini ifodalasi kerak. Bu oyatdagi diqqatni tortadigan yana bir nuqta bo'lsa, Allohning yordami, ya'ni payg'ambar yoki sahobalari yoki boshqa hech kimning qo'li va ta'siri bilan emas, faqat Alloh tarafidan. Alloh iroda qilgan vaqtda, Alloh iroda qilgan shaklda keladigan Allohning yordamidir. İnsanın roli bo'lsa bu sharafga nail bo'lishdir. Koinotdagi butun hodisalarning mohiyati mushunga o'xshash bo'lib, inson bu ne'matga qarata shukr etish kerak. Falam taqtuluhum walakinalloha qatalahum. Wama ramayta iz ramayta walakinalloha rama. Ularni sizlar o'ltirmadinglar. Amaliyotda ularni Alloh o'ltirdi. Otqiningda sen otmading, amaliyotda Alloh otdi. Bu dehqonning yil oxirida hosil elishiga o'xshaydi. Alloh yaratgan urug'ni Alloh yaratgan tuproqqa selib, Alloh yaratgan suv bilan sug'urib, Alloh yaratgan kuch bilan parvish qilib, Alloh yaratgan aql bilan hosil elish degandek bu jarayonda insonga oid hech bir ish yo'q. Faqat hosil elishdan iborat bir ne'mat bor bo'lib, insonning ustida shukr etishdan boshqa ish qolmaydi. İslam davlatining kengayib, kishilarning millat va davlat bo'yicha islomga kirishi fatih qiluvchi mujohidlar yoki da'vatchilarning ta'sirida bo'lgan emas. Kishilarning hayotidagi siqilish, zulm va turli besimlar ularning chiqish yo'li izlashiga turtki bo'ladi. Mujohidlar yoki da'vatchilar islomning bu kishilarni ozod qilish, zulmatli yo'llarini yo'ritish va chiqish yo'lining eshigini ochish fursatiga erishgan kishilardir. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oyat bu dinning g'alaba qilish bosqichidagi bir qonuniyatni o'tirib qo'ydi. U bo'lsa-mu din da'vati dastlabda yolg'iz boshlandi. Eng sop, eng tanlangan kishilar bu safga qatiladi. Din bu turdagi kishilarning fidokorligi bilan g'alaba qiladi. Ammo ko'p sonli kishilar ishning beshida kuzatish pozitsiyasini saqlaydi. G'alaba qilsa dinga kirdi, g'alaba qilmasa o'z maydonini saqlab qoladi. Buxoriy bu haqda Amr bin Salamadan naql qilib mundoq deydi. Fatih bo'lib edi, hammaylan payg'ambar alayhisalomga oldirab kelib musulmon bo'ldi. Qabilalar musulmon bo'lishda Makka fathisini saqlab, qarab boqayli. Agar u qavm ustidan g'alaba qilsa payg'ambardir, deyishadi. Yo'lning beshida musulmon bo'lib, g'alaba qilish yo'lida borliqi bilan jihad qilgan kishining maqomi eng yuksakdir. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. İçinlardaki Fatih'ten ilgiri pul mallarını sarf qilib, urush qilganlar bilan keyin qilganlar barobar emas. Ana shularning darajasi keyin pul mollarini sarf qilib urush qilganlardan buyukdir. Fasabbih bihamdi robbik. Makka fatihi va uningdan boshqa qiyomatga qadar butun fatihlarda Allohning nusratiga erishish ne'matiga noil bo'lgan har banda erishganlarga qarata Allohga hamd sano etib, Allohni barliq qusur va kamchiliklardan pok, bu g'alaba va zafar faqat Allohga oid, hech sheriki yo'q deb tasbih etish kerakdir. Bu jarayonda qanchalik badal to'lagan bo'lsin, o'zining qilchilik hassi bor deb o'ylamasligi. Allohga o'ziga bu dinga xizmat qilish, mujohid bo'lish, Allohning zafariga shohid bo'lish sharafini berganligi uchun hamd sano etish kerak. Chunki inson Allohning irodasining vositasi xolos. Yu'azzibuhumullohu biaydikum. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Vastag'fir. Allohdan mag'firat talab qilish
xatolik o'tkazgan yoki iymon palampeyda o'zliksiz yuksalayotgan mo'minda bo'ladigan holatdir. Bu yerda uzun mezgillik jihad jarayonidagi og'ir jafo mushaqqatlar sababli Allohning yordami kelishdan ikkilanib qolish yoki zafardan keyin g'alaba masxushlig'i natijasida insonda bo'ladigan mag'rurlik yoki ilgir tatgan azoblar sababli g'albadan keyin zolimlashib boshqalardan intiqom olish peshiga tushish yoki nusrat va zafar ne'matiga loyiq hamd sano aytolmaslik qatorliq kamchiliklarga qarata istig'for etish talab qilinadi. Yana bir nuqtadan mu'min har doim yuksalish holatini saqlaydigan bo'lib, Allohning yordami va fatih yuksalishning yana bir daraja bosqichidir. Bu ilgirki holatini tovan his qildirib, xuddi gunohkordek tuyg'uga keltirdi. Istig'for buning uchundir. Yusuf alayhisalomning nurg'ilgan jafo mushaqqat va azoblardan keyin erishgan Misrga hokim bo'lish va tush ta'birini bilish qatorliq ne'matlarga erishgandan keyin tövandagi oyat tilga ilinganidek duo qilgan edi. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Rabbim, bana hakikaten padişahlık ata kıldı. Tush tabirini bildirdi. Ey asmanlarını ve zamanni örneksiz yaratquchi zat. Sen dünya ve ahirette mening egamdirsan. Meni musulmon petimcha qabz ruh qilgan. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgan. Sulaymon alayhissalom Saba malikasining taxtining ko'zni yumib ochquchi kelib bo'lganligini ko'rganda mundaq duo qilgan edi. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganda, u shukr qilamdim yo tuzkorlik qilamdim. Meni sinash uchun Parvardigorimning ihsonidir. Kimki shukr qiladi ekan, o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, haqiqatan Parvardigorim behojatdir va karamlikdir. Makka fathi bo'lganda Rasululloh peshonisini ulug'ining uchisiga tekkudak egib Makkaga kirishi. 10 yillar ilgari o'zini qo'g'lab chiqargan va qarshi turgan kishilar ustidan g'alaba qilib, Makkaga zafar bilan kirish ne'matini ato qilgan Allohga shukr qilishi bo'lsa kerak. Innahu kana tawwaba. Bu oyat bir tavba e'loni bo'lib, qasdlik yoki savallik, kichik yoki cho'ng bo'lsin, har qanday bir xatolik o'tkazgich uchun oldin berilgan tövbe kafolatidir. Banda tövbesida samimiy bo'lib, Allohga haqiqiy yuzlansa, kechirim qilinmaydigan gunoh bo'lmaydi va Alloh uning tövbesini cho'qim qabul qiladi. Ibn Abbosdan kelgan rivoyatga ko'ra, sura yuqoridagi mazmunlardan boshqa payg'ambar alayhisalomning hayotining oxirlashganligining xabarchisi bo'lib, Alloh tarafiga qaytish tayyorligini qilishga buyurdi. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas'ni yaqinida tutadi. Abdurrahman ibn Avf bizning Ibn Abbasning yeshida bolalarimiz bor deydi. Ömer uning kimligini bilasan deb Ibn Abbasdan sura nasr haqida tushanchisini so'raydi. Ibn Abbas bu Rasulullohga hayotining oxirlashganligini bildirib kelgan xabar deb javob berdi. Ömer men shundoq deb bilaman deydi. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفي
تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Anlavatqanlar Muhammed Ali Amin Ustaz qalamga olgan yangi tafsirdan o'zindilarning davomi. Nasr surasining tafsiri. Surining oldidagi sura bilan aloqasi. Bu sura Qur'ondagi tartibida Kafirun surasi bilan Masad surasining orasida kelgan bo'lib, mushriklardan kelgan o'rtaq diniy yo'l tutib menish taklifiga, sening dining o'zingga, mening dinim o'zimga javobi orqali qalbi uchurini berish bilan dinga ushmanlik qilgan Abu Lahabga o'xshashlarga jahannam bilan tahdid selish o'rtasida bu diniy vazifaning oxir g'albi bilan oxirlashadiganligini, boshqalar bilan prinsipal ishlarda murassa qilmay, dushmanlik qilganlarning to'sqinligiga pisand qilmay manganlarning Allohning nusrat va g'albi ne'matiga noil bo'lib, gunohlarning kechirildiganligi va tavba ishining echiladiganligini ilgari surishi mumkin. Surining fazilati. Bu surining fazilati haqida tövandagi hadislar kelgan. An Anas ibn Malik anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala li rajulin min ashabihi: "Hal tazawwajta ya fulan?" قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet qilib shundoq deydi. Payg'ambar alayhisalom sahobalardan bir kishiga dedi: "To'y qildingmi?" O kishi: "Yo'q ya Rasululloh. Menda to'y qilgudek bir narsa yo'q." Payg'ambar alayhisalom: "Qul vallohu ahadni bilmamsan?" O kishi: "Bilaman." Payg'ambar alayhisalom: Qur'onning 3ning 1ga teng. "İza jaa nasrullohi val fathni bilmamsan?" O kishi: "Bilaman." Payg'ambar alayhisalom: Qur'onning 4dan 1ga teng. "Qul ya ayyuhal kafirun bilmamsan?" O kishi: "Bilaman." Payg'ambar alayhisalom: Qur'onning 4dan 1ga teng. "İza zulzilatil arduni bilmamsan?" O kishi: "Bilaman ya Rasululloh." Payg'ambar alayhisalom: Qur'onning 4dan 1ga teng. Öylengin. Surining tushish sababi. Bu Madinada bir butun holda eng oxirida tushgan sura bo'lib 3 oyatdir. Surining tushish sababi haqida yuqorida bayon qilingan Rasulullohning vafotini xabar qilib tushdi degan rivoyatdan boshqa tövandagi rivoyat bor. Ani Zuhri qal: "Lamma dakhala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkah 'am al-fath. بعث خالد بن الوليد فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم الله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عنهم فدخلوا في الدين فأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختمها." Zuhri rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom fath yili Makka ga kirganda Xolid ibn Validni avatdi. Xolid odamlar bilan birga Makkaning tuban tarafida Qurayshlar bilan jang qildi. Alloh ularni mag'lub qilgandan keyin Payg'ambar alayhisalom kechirim qilishga buyurdi. Shuning bilan ular dinga kirdi va Alloh "Iza jaa nasrullohi val fath" surasini tushirdi. Suradan ilinadigan savoqlar. 1. Islom da'vat yo'lidagi eng oxirgi natija Allohning nusrati va fathi bilan oxirlashadi. 2. Islom da'vatida kishilik xarakter va tuhfa tuyg'ulardan butunlay qutulib, yordam va g'alaba umidini faqat Allohga bog'lash kerak. 3. Da'vatning dastlabki vaqtlaridagi kishilarning yolg'iz tashlab qo'yishi, aktiv ovoz qo'shmasligidan hargiz umidsiz bo'lmaslik kerak. 4. Allohning yordami va fathi kelganda sabki qitilganlarni qabul qilish kerak. Ammo ishning beshida qitilganlar bilan oxirda qitilganlar darajada o'xshash bo'lmaydi.
5. Ömrü oxirlashdan ilgari Allohning nusratiga erishib, fatihasiga noil bo'lib, kishilarning to'p-to'p bo'lib dinga kirgan ko'rinishni ko'rishga nisib bo'lgan banda Allohga hamd sano aytish kerak. 6. Da'vat yo'lida suslashib qilish, taraddud qilish, qo'rqish va shaklanish qatorliq o'tkazgan xatoliklar. Shundaqla g'alaba va fatihdan keyingi haddidan eshish, faxrlanish, zolimlashish va masalani shaxsiylashtirib intiqom olish qatorliq xatoliklar uchun istig'for etib, Allohga tavba qilish kerak. Xo'sh, hurmatli anglag'uchi do'stlarimiz, Allohning fazli va marhamati bilan Sura Nasrning tafsirisi bu yerda oxirlashdi. Keyingi qatamliq darsimizda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet. والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق